atiga 20.500 dollarga olib kelaveramiz. O'zbekiston bozoriga kirib kelgan yangi modellardan bittasi o'rtalar Toyota BZ5 bo'lar ekan. Bunda nima ustun tomonligi bor desanglar, bunda o'rtalar Bivazi'ning Blade batareyasi turibdi. O'zini o'zi o'chiradigan funksiyonalisi bor. Undan tashqari bunda hadovoylari o'rtalar Toyota Camryniki. O'zingizlar kelib, haydab ko'rib, o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Narxi qiziq bo'lsa, narxi o'ylaganingizlardan ancha arzon. Mashinamiz elektr 550 km zapas xodi bor. İçidagi funksiyalarga keladigan bo'lsa, Abduf Abagrev monitorlari bor. Salonlarni bitta ko'rsatib o'taman. Kosmetik kорабль o'rtoqlar. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar buni Toshkent atiga 20.500 dollarga olib kelib beramiz. Podключ desanglar 27 mingga aylanadi sizlarga rastamoshkalar bilan birga. Undan tashqari buni showroomlarda o'rtoqlar bemalol solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. 28 ming, 28,5 dan kamga sotishmayapti. O'zi O'zbekistonda yo'q, xohlasanglar 30 kun ichida Toshkent yoki podzakaz olib kelib beramiz.